Va keling, hozir tomoshabinlarni uzoq kuttirmagan holda navbatdagi mehmonni studiyamizga taklif qilsak, nima deysiz? Juda yaxshi. Demak, qadrli teletomoshabinlar, studiyamizning navbatdagi mehmoni Nihol mukofoti sovrindori Azamat Ahmedov. Marhamat bilan taklif qilamiz. Azamat aka, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Azamat aka, o'tirmasdan turib bitta qo'shiq taqdim etaylik. Bo'ladimi? Joyida. Marhamat. Marhamat. Ostidan muloyim boqqan ibol g'uncha, ne sirni saqlagaysan bahring nechun tuguncha. Barg ostidan muloyim boqqan ibol g'uncha, ne sirni saqlagaysan bahring nechun tuguncha. Pinhon siring bayon et, ko'ksingni qilma ko'pqon. Pinhon siring bayon et, ko'ksingni qilma ko'pqon. Bu yoki ishq atalgan bizga ayon tushuncha. Bu yoki ishq atalgan bizga ayon tushuncha. Barg ostidan muloyim boqqan ibol g'uncha, ne sirni saqlagaysan bahring nechun tuguncha. Barg ostidan muloyim boqqan ibol g'uncha, ne sirni saqlagaysan bahring nechun tuguncha. Yemasdir har kimda bor bu savdo. Sevmoqiyat yemasdir har kimda bor bu savdo. Qo'y ko'p qizarma g'uncha, boshingni egma buncha. Qo'y ko'p qizarma g'uncha, boshingni egma buncha. Barg ostidan muloyim boqqan ibol g'uncha, ne sirni saqlagaysan bahring nechun tuguncha. Barg ostidan muloyim boqqan ibol g'uncha, ne sirni saqlagaysan bahring nechun tuguncha. Dardlashaylik, uyda yig'laguncha. Kel birga dardlashaylik, uyda o'ylaguncha. Ado qilding ey. Barg ostidan muloyim boqqan ibol g'uncha, ne sirni saqlagaysan bahring nechun tuguncha. Barg ostidan muloyim boqqan ibol g'uncha, ne sirni saqlagaysan bahring nechun tuguncha. Barg ostidan muloyim boqqan ibol g'uncha, ne sirni saqlagaysan bahring nechun tuguncha. Barg ostidan muloyim boqqan ibol g'uncha, ne sirni saqlagaysan bahring nechun tuguncha. Azamat Ahmedov studiyamizga mehmonlar keling. Sovrindori. Sog' bo'linglar. Kelibsiz Azamat aka. Kayfiyatingizdan keling joylashib oling, marhamat. Xushkelibsiz yana bir bora. Rahmat, salomat bo'ling. Tong xayrli bo'lsin, marhamat. Salomlashib olishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli muxlislar. Salom Toshkent ko'rsatuvining ashaddiy muxlislariga sog'lik, omonlik tilab qolamiz. Sog' bo'linglar. Yashang.
Rahmat. Joli olamisiz? Ha, jolli, rahmat. Xo'sh, Nigoraxon, o'zi to'g'ri sizga bir savol berardim, mana Azamat akam ko'rib yana o'sha savol esimga tushdi-da. Sizni negadir xorazmliklarga o'xshataman-da. Xorazmlimisiz siz? Yo'q, Xorazmga borganmisiz? bormaganman, lekin borish niyatim bor. Boring. Boring, albatta boring. Maza qilasiz. Xivaga borgim keladi, ko'rgim Chanqalani keladi. ko'ring. Ha. Xivaga borgingiz kelsa, to'g'ri bizanikiga boraverasiz. Mana Bo'ldi. uyim Xivada, shu haligi Ichanqal'a deydi. Shuni yonida mani uyim joylashgan. Ha, voy. Borsangiz ko'chada qolib ketmaysiz. Ana bo'ldi. Albatta. Va'da, jonli Albatta, efirda va'da albatta. beryaptilar, meni mehmonga taklif Siz ham boring qilyaptilar. albatta. Albatta, birga boramiz. Birgalikda Uyimiz, barcha eshigimiz ha, kadr ortida ham ijodkorlarimiz bor bizda. Ular bilan ham birgalikda Bormay qo'yaverasiz. Ana, Chiqishidimi? keling deb Yo, kamchilikni qayerga bosh olsa. ustiga. Mehmon otangdek ulug' deydi. Albatta, eshigimiz ochiq, boringlar. Ha. Mehmon qilaylik. Ha, lekin bilasizmi, mana hozir qo'shiq kuyladingiz-ku, eshitib, xorazmcha Shevani men sezmadim. Sheva borasida ham yaxshi ishlabsiz demak. Rahmat. Sog' bo'ling. Endi shu borada men o'zim ham aytganingizdek yaxshi tayyorgarlik ko'rganman. Yana izlanishdamiz. Rahmatlik ustozimiz Ortiq Otajonov ham masalan birorta ashula aytadigan bo'lsak, uni faqat Xorazm uchun emas, muxlislar hamma viloyatdan bo'lishi mumkin. Ular tushunmasdan bu so'z nima ekan, bu nima edi deb qiynalmasligi uchun iloji boricha adabiy tilda ijro qilingani yaxshi bo'ladi deb bizga ko'p aytganlar. Shuning uchun men ham qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Endi buni so'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, so'zi ham O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov qalamlariga mansub. Shu kitoblarni ochib o'tirib qarasam, shu ashulaga, she'rga ko'zim tushib, juda menga ma'qul keldi. Keyin shuni yangi kuyga bastalab, mana muxlislarning e'tiboriga taqdim etdik. Juda zo'r Ha, ustozni ham eslab o'tdik, Ortiq Otajonovni. Ularning shogirdlari bo'lgansiz, bilamiz. Aytingchi, mana kuni kecha hazil kuni edi. Ular qanchalik yumorga moyil inson bo'lganlar? Ustoz juda ham bir hazilga boy, bir insonni bir kayfiyatini ko'tarishga juda usta odam edilar. Agar ijozat bersangiz, bitta nimalarni ham aytib bersam, hazil nimalarni. Endi ustozni rahmatlikning yonlarida Madrim degan bir o'rtoqlar yurgan. Ularning ishi asosan shu bir sozanda emas, kuldirib yurish. Kuldirib yursalar, ustoz ularni shu yonida olib yuradilar, kuldirib ustoz endi yo'lda yuradilar, charchaydilar. Har xil holat bo'ladi. O'shanda Madrim og'amiz rahmatlik ustozni kuldirib yurgan. Bir kuni ustoz ashula aytib turganmish. Tor doira bu yoqda akordionda Nurul aka. Qarasa ustoz kayfiyati yo'q ekanda. Shu Madrimo doirani chalib turib yoniga kelib, uzoqdan qarasa bitta burnida ortig'i bor odam ko'rinib qolibdi-da. Shu deydi, Ortiq endi bir kuldiray debdi-da. Ortiq, ha, desa ashula aytib turganda orada, ana uni qara, haqiqiy Ortiq keldi debdi. Ana haqiqiy Ortiq, seni qulog'ingdagi Ortiq bunchalik emas. Ana haqiqiy Ortiq mana shu bo'ladi deb hazillashib. Unaqa hazillar juda ko'p edi ustozlar. Ha. Keling, hozir yana bir go'zal tarona eshitamiz tomonidan kuylangan va yana suhbatimizni davom ettiramiz. Jonimiz bilan. Marhamat.
Azamat aka qoyil. Ha, Ajoyib guzza tarona. tarona. Mana Nigora uncha qo'shiqqa raqsga tushmas edi, lekin qoyil qoldim. Albatta raqsga tushaman. Rahmat. Judayam Sog' bo'ling. go'zal tarona bo'libdi. Yana bir savolda, mana xorazmlik ijodkorlarni bilamizki, yilda bir marta konsert qo'yishmasa, ko'ngli joyiga tushmaydi-da. Bu borada shak shubha yo'q. Siz qachon konsert berasiz? Endi yaxshi savol berdingiz. Men ham shu aytganingizdek har bitta xonandani orzusi yakkaxon konsertini berish, mana Istiqlol san'at saroyi bor, mana muhtasham Turkiston saroylari. Endi shu hozirgi kunda o'zimizni ijodni ko'proq boyitib, shuni harakatida yuribman. Nasib bo'lsa, endi shuni izlanishidamiz. Tomoshabinlarga qanday bo'lyapti? Targ'ib, ijodingizni targ'ib etish, ijtimoiy tarmoqlar orqalimi yoki bo'lmasam qandaydir loyiha yuzasidan izlanayotgandirsiz, izlanayotgandirsiz? Albatta, mana ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zimizni sahifalarimiz bor. Qayerga masalan xalqimizni yaxshi kuniga borsak yoki bir davlat tadbirlarida ishtirok etsak, o'shalarni hammasini joylab boramiz. Mana Oynai jahon orqali Yashang. Ko'rsatuvlarda mana sizga o'xshab taklif qilgan albatta qatnashamiz albatta. Bor bo'ling, albatta. Azomat aka, erta tongdan vaqt ajratib kelganingiz uchun alohida minnatdorchiligimizni yo'llab qolamiz. Hozir to'g'risi bugun qandaydir barakali kun bo'ldi-da, erta tongdan omadlilar haqida, baraka haqida Nigoraxon gapirib o'tdi. Mehmonlarimiz ketuzilmayapti va bu borda esa hozir biz sizdan yana bir tarona so'rasak-da, siz bilan xayrlashga majbur bo'lamiz. Oldin bir tilaklaringiz, niyatlaringiz bo'lsa yo'llaysiz, undan keyin tarona taqdim etasiz. Rahmat, yana bir bor mana shu ko'rsatuvda men ishtirok etayotganimdan juda xursandman. Taklif uchun katta rahmat. San'atsevar xalqimizga, muxlislarimizga doimo sog'lik, omonlik tilaymiz. Biz xonandalar hamisha yaxshi kunlarda xizmatda bo'laylik. Sizni yana alohida taklif qilamiz. Suhbatimiz chala bo'lib qoldi, lekin tomoshabinlarimizni uzoq kuttirmagan holda bitta tarona eshitamiz sizdan. Marhamat. Çəmən əmbəri, aysə məkan sərvəri, Firuzə yaqmısan ey qaysikan gəvhəri. Sana bəndə bulubdur, hüsn aləmində bəri, Özün saldın qalbıma, kitmək üzümdən nəri. Kimni sevər yarsan, süllä mana ipəri. Mana bir bak bak, mana bir bak bak, mana bir bak bak bak, mana bir bak bak. Könlüm buldu bir karar, seni görüp bir melek. Aslını beyan eyle, gitme yolunda felek. Aydın geldin yanıma, bir gül özünden derek. Ben de eyledin nazına, kıynımdan çıktı yürek. Şimdi sever yarsan, söyle bana iperi. Bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Kuşkurat eyledin ey taşna kılıp kanıma. Ya içsem kör yüzü beyaz haber canıma. Yağmurla bir saniyet remeyle ahvalıma. Rəftarı tavusmaydı kadam basıp yanıma. Şimdi sever yarsan söyle bana iperi. Bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak.
Bana bir bak bak. Belentolar başında Appak appak karayken Yüzündeki kıpkızıl ayağılma kebin ağrayken İç kara heybet kakillerin mağrayken Üstündeki düğmeli cüft kuşa en ağrayken Kimni sever yar sen söyle bana peri Bana bir bak bak, bana bir bak bak Bana bir bak bak bak, bana bir bak bak Bana bir bak bak, bana bir bak bak Bana bir bak 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 Azamat aka, yana bir bora rahmat, tashakkurlarimizni yo'llaymiz. Salomat Biz esa qadrli do'stlar, yana bir sahifa orqali dasturni davom ettiramiz. Marhamat.